har qanday ko'nikma bolalikdan shakllanadi. Bolajonlar ongida ichimlik suvini asrab-avaylash g'oyalarini yanada mustahkamlash uchun Olmaliq shahridagi 20-maktabga keldik. Bu yerda ichimlik suvi va suv inshootlari mavzusida ochiq dars mashg'ulotlarini tashkil etamiz. Qani ketdik. Bu yerga hurmatli prezidentimiz ham Assalomu alaykum, hurmatli bolajonlar. Men Mirzo Ozod Mirzane'matov Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati bo'lim boshlig'iman. Sizlar bilan Olmaliq shahrida 20-maktabda ko'rishib turganimdan avvalo bag'oyatda xursandman. Men uchun emas, dars mashg'ulotini boshlashimizdan oldin o'zimiz uchun, kayfiyatimizni ko'tarish uchun bitta qarsak chavoraylik. Ichimlik suvini asrash bo'yicha ochiq dars mashg'ulotini o'tkazish uchun nima uchun Olmaliq degan masala birinchi o'ringa chiqadi. Chunki Olmaliq shahri 100% ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Kimning uyida ichimlik suvi chiqmaydi, qo'l ko'tarsin. Toshkent viloyatida 70% odamlar yer osti manbalaridan ichimlik suvi iste'mol qiladilar. 30% esa yer usti manbalaridan foydalanamiz. Biz tushayotganimizda kerakli suvni stakanga olib, unda chaysak bo'ladi. Agar biz suvni ochib qo'ysak, 6 litr, 8 litrgacha suv ketishi mumkin. Biz suvni hozirdan tejamasak, odamlar, hayvonlar va tabiat ham zarar chekadi. Biz suvda asramasak, ham bizga, ham konsument protoksidlarga zarar yetadi. Agar protoksidlar o'smasa, suvsiz o'sa olmaydi. Agar protoksidlar o'smasa, sabzavot, mevalar ham o'smaydi. Jamiki sabzavot, mevalar, balki odamlar, hayvonlarga ham zarar bo'ladi. Yer sharining 71% suvdan tashkil qiladi. Ammo bu suvlarning hammasi ham toza emas. U suvlarning ozgincha qismi chuchuk suvga kiradi. Biz u chuchuk suvlardan juda ham ko'p foydalanyapmiz. 2030-yilga kelganda O'zbekistonda juda ham quruqlik muammolari uchrashi kutilmoqda. Biz uchun bu suv juda ham qadrli. Biz bu suvni qadrlashimiz kerak. Biz 20-maktab o'quvchilari bilan birga ko'plab loyihalar qilyapmiz. Ulardan birini taklif etaman. Masalan, yomg'ir va qorlardan suvlar yig'iladi. Ularni behuda sarflamaslik uchun ko'p qavatli uylar tepasiga turli xil bachoklar va ko'plab idishlar qo'yilyapti. Masalan, bu yoqdagi suvlar yig'ilib, keyin yoz oylarida daraxtlar so'lib qolmasligi uchun ularga quyiladi va daraxtlar yanada yashnab o'sadi. Ichimlik suvini qo'yib bo'lmaydi, chunki u iste'mol uchun. Daraxtlar uchun shu suvlarni qo'ysak bo'ladi. Bizni shu g'oyamizni e'tiborga olsa yaxshi bo'lar edi. Suvni asrash burchimiz.